Assalomu alaykum. Sizlar bilan yana ko'rishib turganimdan xursandman. Bugun sizlar bilan o'zinglar so'ragan 6-sinf kitobini birinchi darsini boshlaymiz. Ya'ni 6-sinf kitobini ham YouTube'ga joylashlikda boshlaymiz. Qani bo'lmasam ketdik. 6-sinf birinchi mavzusi botanika. Bu o'simliklar haqidagi fan. O'simliklar haqidagi fanda biz qancha o'simlik o'rganishimiz mumkin? Albatta hammasini ham o'rganib chiqmaymiz, lekin botanikaga ma'lum bo'lgan o'simliklar hozirda 500 mingdan ortiq. O'zbekistonda esa shulardan 4500 tasi uchraydi. Ushbu ma'lumotlar slaydimizda berib o'tildi. O'simliklar dunyosida tarqalishi. O'simliklar qayerlarda tarqaladi? Qayerlarda o'simlikni ko'rishimiz mumkin? Albatta o'simlikni cho'llardan boshlab tog'larning eng uchigacha yoki suvga tushadigan bo'lsak, suvlarni sayoz joydan boshlab eng tubigacha o'simliklarni ko'ra olishimiz va topa olishimiz mumkin. Bularni moslashuvi shu qadar yuksakki, ularni har joydan uchrata olamiz. Hech bo'lmaganda urug'ini ham uchrata olamiz o'simlik unmaydigan joylardan. Yani urug'larigacha borib qolgan bo'ladi. Xo'p, o'simliklarda aynan botanika so'zi ma'nosi. Biz biologiya so'zini lug'aviy ma'nosini ko'rib chiqqandik. Bios bu hayot, logos bu ta'limot degan ma'nolarni bildirardi. Endi botanika so'zi botani, ko'kat, o't, o'simlik degan ma'no bildiradi va mana shu o't o'simliklarni o'rganadigan va o'rganadigan fan hisoblanadi. Tuzilishini, kelib chiqishini va undan qanday qilib foydalanishimiz va muhofaza qilishlarimizni aynan ushbu fan o'rgatadi. Botanikani ham o'zining ichida bo'limlari bor. Ya'ni biz biologiyani o'rganadigan obyektlariga ko'ra ko'pgina fanlarga bo'lgandik. Mana botanika, zoologiya, morfologiya, sistematika degan fanlarga juda ham ko'plariga, anatomiya degan fanlarga bo'lgandik 5-sinfda o'rgangan ekanimizda. Endi botanikani o'zi ham bo'linadi fanlarga. Qaysi fanlarga bo'linadi desa, mana o'simliklar morfologiyasi degan fan bor. U o'simliklarni organlari qayda joylashganligi, tuzilishlari haqida ma'lumotlar beradi. O'simliklar anatomiyasi o'simliklarni ichki tuzilishini o'rganuvchi fan hisoblanadi. Ular mana ushbu slaydda berib o'tilyapti. Anatomiyasi, keyingisi o'simliklar fiziologiyasi. Bu o'simliklarning hayotiy jarayonlarini o'rganuvchi fan hisoblanadi. Ya'ni nafas olishi, fotosintezi, qachon urug'lashi hammasini o'rganadi aynan o'simliklar fiziologiyasi. Keyingisi esa o'simliklar sistematikasi. O'simliklar sistematikasi bu o'simliklarni qon qarindoshligiga bo'lib, ularni sistemalashtiradi, ya'ni klassifikatsiya qiladi. Bizda keyingi fanlar embriologiya. O'simliklarni ko'payish organlarini o'rganadi. Ya'ni urug'chisini, changchisini, urug'ini, mevasini o'rganadi. Ya'ni mana shu ko'payishga aloqador bo'lgan xususiyatlarini o'rganadi. Geobotanika. Geobotanika endi mana geografiya so'ziga yaqin. Geo yer degani, botanika ko'kat o'simlik. Ya'ni o'simliklarni yer yuzida tarqalishini, qonuniyatlarini o'rganadi aynan geobotanika. Keyingi fanimiz ekologiya. O'simliklarga tashqi muhit ta'sirini o'rganadi va o'simliklarni ham tashqi muhitga ta'sirini aynan ekologiya fani o'rganadi. Paleobotanika. Paleobotanika bu qadimda mavjud bo'lgan o'simliklarni o'rganadi. Uni qanday o'rganadi desa, qazilma holatdagi o'simliklarni o'rganish orqali. Ya'ni qazilma holatdagi o'simliklarni o'rganib, qadimda mavjud bo'lgan o'simliklar qanday bo'lganligini o'rganishadi. Keyingisi tor doiradagi o'rganish bo'limlari bor. Ular algologiya, bu faqat suv o'tlarini o'rganadi. Keyingisi briologiya. Bular faqat yo'sinlarni o'zini o'rganadi. Lixinologiya bor keyin. Bu zamburug'larni o'rganuvchi fan hisoblanadi. Ya'ni zamburug'larni o'zi emas, zamburug'larni o'zini aytaylik mikologiya o'rganar edi. Lixinologiya endi zamburug' bilan suv o'tda hosil qilgan simbioza, ya'ni lishayniklarni o'rganuvchi fan hisoblanadi. Agarda lishaynik haqida ko'proq ma'lumot o'rganmoqchi bo'lsanglar, 9-sinfda 7-mavzusi joylangan.
Aynan YouTube'ga ana shu mavzuni ko'rsanglar, lishaniklar haqida ham ma'lumotlarga ega bo'lasizlar. O'simliklar ham qolgan organizmlar kabi hujayraviy tuzilgan. Oziqlanishi esa mineral moddalarni suvda eritib, ildizlari orqali qabul qiladi. Nafas olishi barcha organizmlar kabi kislorod yutib, karbon angidrid chiqaradi. O'sish va rivojlanishi hayoti davomida to'xtovsiz bo'ladi. Ko'payish esa jinsiy va jinsiz yo'llarda amalga oshadi. O'simliklar fotosintez ham qila oladi. U karbonat angidridni yutib, kislorod chiqaradi. Nafas olishdan farqli albatta. Kislorod manbai hisoblanadi, tuproqlarni eroziyadan saqlaydi, ya'ni yemirilib ketishligidan oldini oladi va ko'pgina hayvonlarimizga yem-xashak bo'lib bera oladi. Aynan qaysi o'simliklar yem-xashak bo'la oladi deyilsa, ushbu slaydda ko'rsatib o'tilyapti. Shuvoq, yantoq, beda, sebarga, izeng, keyruk, saksovul, javdar o'simliklari aynan yem-xashak o'simliklar bo'lib bera oladi. Biz ushbu o'simliklar nomini yodlab olishligimiz shart, chunki bu o'simliklar testlarda tushadi. Bizda keyingi rejalarimiz aynan Qizil kitobga kiritilgan o'simliklar. Qizil kitobga noyob bo'lgan o'simliklar kiritiladi va juda ham kam sonli o'simliklar kiritiladi. Qirila boshlagan, yo'qolib ketish xavfi ostida turgan o'simliklar kiritiladi va ulardan 3 tasi biza ushbu mavzuyimizga berilgan. Yani qaysilar desa, xolmon, shirach, sallagul. Mana shu 3 ta o'simliklar Qizil kitobga kiritilgan. Bizda botanika fani qachondan boshlab o'rganila boshladi deyilsa, miloddan avvalgi 4-3 asrlarda Teofrast boshlab bergan Arastuni shogirdi. Botanika fani mana shu Teofrast nomi bilan bog'liq, chunki Teofrast boshlab bergan. O'zimizdagi allomalar ham o'simliklarni o'rgangan va ularni dorivor va zaharli xususiyatlaridan judayam oqilona foydalana olishgan va foydalanishni qanday foydalanishlikni bizga meros qilib ham qoldirgan o'zlarining kitoblarida. Aburayhon Beruniy Kitob as-Saydana fi Tib nomli asarida bizga meros qoldirgan bo'lsa, Abu Ali ibn Sino esa Kitob ush-Shifo va Kitob al-Qonun fi Tib asarlarida bizga o'simliklardan qanday qilib foydalanish to'g'risida ma'lumotlar qoldirishgan. Mavzuda mustahkamlash uchun savollarimiz: bizda botanika so'zi qaysi tildan olingan va qanday ma'noni anglatadi? Bu birinchi savol. Ikkinchi savolimiz: o'simliklar morfologiyasi va anatomiyasi fanlari orasida qanday farq bor? Bu ikkinchi savolimiz. Uchinchi savolimiz: Qizil kitobga kiritilgan o'simlik turlariga O'zbekistondan qaysilarni misol keltira olasiz? To'rtinchisi esa Abu Ali ibn Sino va Beruniy bobolarimiz botanika rivojiga qanday hissa qo'shganlar? Ushbu to'rala savolimizga javoblarni kommentariyada kutib qolamiz. Hammalarga xayr. Alloh o'rganayotgan ilmlarimizni ziyoda qilsin. Sog' bo'linglar.